Hozirgi obzorimiz mikroklimat komplektatsiyasi faqat nasosli varianti. Ko'rib turganingizdek, ichida shlanga bor. Far sumkalari, bu tros uchun kreplение. Ikkita переходник, bitta fumlenti. Far sumka uchida latulli va qo'shimcha mana bunaqa filtri ham bor. Bu shteker, ya'ni blok pitaniya uchun. Bu blok pitaniya o'zi. Va eng kerakli qismi, ya'ni nasos. Nasosni devorga qotirib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'pchilik buni ovozi balon bo'lsa kerak deb o'ylashi mumkin, lekin u aslida unaqa emas. Komplektatsiyaning 3 xil varianti bor: 12 metr, 15 metr va 18 metr. Bitta xaridorimiz o'zlarini dala hovlilariga bu komplektatsiyadan oluvdilar. O'shani video obzorini birga ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, chang qilib sepib beryapti. Va mana ko'rib turganingizdek, alohida motor ham devorga o'rnatilgan.